Qo'ltig'inglarni hidini bartaraf qilib beribman o'rtoqlar. Qo'linglarni terlashini yaxshilab berdim. Endi oyoq sasishiga hech ham retsept bermabman o'ylab qarasam. Juda ham ko'p sizlardan kelayotgan murojaatlar bugun meni mana shu rilsni olishga majbur qildi. Bitta savob ish qilamiz, oyoq terlashini ham bartaraf qilamiz butkul. Zo'r narsa o'rgataman sizlarga. Bu narsani nafaqat siz, balki eringiz, bola, chaqa kimni oyog'i hidlansa, uyda barchanglar bitta tog'orada ham o'tirib bu narsani foydalansanglar bo'ladi. Demak, yozib olinglar yoki videomni saqlanib qilib qo'yinglar, har doim o'zingizda turadi. Buning uchun sizlarga bir 4-5 litrcha iliq suv kerak bo'ladi. U suvga birinchi navbatda alohida bu yoqda aptekadan Karaduba rasmini qoldiryapman. Karadubani qaynatib olasizlar. 2-3 osh qoshiq to'ldirib, ustidan kipitok solasizlar, ya'ni qaynatasizlar. Karadubani qaynatib 20 minut iligandan keyin shu suvingizga sovorasizlar karadubani. Unga 3% uksus solasizlar. 2 osh qoshiqda. 3% uksus 2 osh qoshiqda solasizlar. 1 osh qoshiqda chayna soda solasizlar. O'rtoqlar, 1 osh qoshiq chayna soda solasizlar. Va margansovka kerak bo'ladi. Buvularimizda, oldin onalarimizda har doim aptechkasida margansovka bo'lgan. Hozir ham menimcha topsa bo'ladi aptekalardan. Margansovka solasizlar. Gugurt cho'pi uchida juda ham ko'p solish mumkin emas margansovkani. Suvinglar rozovoy bo'lib tursa bo'ldi. Qip-qizil bo'lib ketishi shart emas. Rozovoyroq bo'lishi kerak. Demak, hamma narsani soldinglar, oyog'inglarni bo'ktirdinglar, yarim soatcha vannochkada o'tirasizlar oyog'inglarni. Bir hafta davomida har kun qilinglar, 7 kun yetadi. Keyin menga rahmat yozasizlar. Hididan umuman nom nishon qolmaydi. Oyog'inglarni o'zi ham svejiy bo'ladi. Bakteriyalari, griboklar ham o'ladi. Hidlanishi ham umuman bartaraf bo'ladi. Mazza qilib mehmonga borganda uyalmasdan, qo'rqmasdan oyoq kiyiminglarni yechib, go'rda kirib ketsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Haqiqatda bilaman bu ko'pchilikning muammosi, qilsanglar natija haqiqatda beradigan retsept o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, foydalanib, rahmatlar yozib qo'yishni unutmanglar faqat.